Bir ayol bir ana devriga tirik. Rahmani uzuqda yashnisigar yurak, paraset timaga iymonni naqshlab, kamalat yo'lida tirilar maqsad. Zulmatning qaynami nurga qaytganda, haqiqat mash'ili qayta yonganda, ashu pok qalblar sibil soqqanda, ko'ringay yana bir asri saodat. Assalamu alaykum suyumlik hədisingizlərim, qimmatli görürmənlərim. Tarixdan tarixqa namlıq yürüşlük dərsimizдің ikinci qismiga xoş gəldinglar. Bugünkü qismimizdə tarixdan özümüzге nemələrni alalaydiganlığımızı qani birlikdə görüp baqaylı. Bugün biz tarixning sarag'aygan batlari arasidan faqat bir ismni emas, balki bir butun ummatning va bir millatning ma'naviy ulini izlab chiqishga tirishimiz. Dunyo bugun bizga ayol kishining qimmatini sirtda, talada, martibada, unvonda va boyliqda deb jaranglikda qilayotgan bir paytda biz hammadan xoli xilvatgohlar ichidan haqiqiy qimmatimizni izlab baqaylik. Bugungi darsimiz dunyoning butun besimini yuragiga yutib, uyini bir iymon panohgohiga aylantirgan sadoqat Sultani Hazreti Xadicha anamiz ve onun izidan mengib ana diyorimizning haq bilan yo'g'rilishiga vasila bo'lgan Yulduz Pachchim Xon anamiz haqida bo'ladi. Biz bu yerda faqat o'tgan kunlarning hikoyasini emas, balki sizning bugungi tushunilmayotgan charchashlaringizning, qadri qilinmayotgan fidokorliklaringizning Alloh qishidagi asli haqiqiy qimmati haqida biroz paranglashimiz. Bir ayolning unsiz sabri, qanday qilib 7 qat osmonning ustidan ilohiy salom elib kelganligini, bir chini tomoqning qanday qilib haq qo'shuniga quvvat elib kelganligi va sizning bugungi ko'rinmas jihadingizning naqadar buyuk bir ibodat ekanligini birlikda tunib yetamiz. Makkaning tumuz issiqida jahiliyatning rahimsiz zulmati va zulmi shundaqla axloqsizliklar avjiga chiqqan bir davrda butun jamiyatning hurmatiga sazovor bo'lgan Tahira deb atalgan bir muborak ayol yashaydi. U bo'lsa Xadicha binti Xuvaylid edi. U Makkaning eng mo'tabar savdogari, eng farosatli ayoli bo'lib, dunyoning butun izzat hurmati uning puti ostiga to'kilgan. Makka cho'nglari uning ko'nglini utish uchun o'chiratga bas-basda kirgan edi. Ammo uning qalbi dunyoning o'tkinchi parqaroq zibuzinnatlarga emas, balki Amin deb atalgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning pok axloqiga mabtun bo'lgan edi. Va nihoyat arzular reallikqa aylandi-da, pokliqi bilan Tahira degan sharafli nomga erishgan Xadicha onamiz axloqning va ishonchning timsoli bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bilan nikohlandi. Ular oila qurib, bir-biriga sodiq hamroh va mustahkam tayanch bo'lgan 15 yillik umrdan keyin insoniyat tarixining yo'nalishini manguga o'zgartiradigan ashu buyuk burilish davri yetib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hira g'arida tunji vahiyni qabul qilib, ilohiy nurning haybati oldida jismi titrab, yuragi do'pildab soqqan holda uyga yetib keldi. Uning tilidan faqat meni yo'gab qo'yinglar, meni yo'gab qo'yinglar degan so'zlar chiqardi. Xadicha onamiz uni g'alla majra ishida kutib olmadi yoki nima bo'ldi sanga deb tapitana qilmadi, balki uni yo'gab qo'ydi. Uning ustidagi ig'irlikni o'z mehri bilan yengillatdi. Uning ko'zlariga tikilib turib, qo'rqmang, Alloh sizni hargiz zoya qilmaydi dedi. Mana bu bir ayolning o'z juftiga beralaydigan eng buyuk ichki kuchi edi. Bu bizga shuni o'rgatadiki, er kishi sirti dunyoni avod qilsa, ayol kishi shu erning ichki dunyosini insho qiladi. Agar Xadicha onamiz ashu kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga cho'nqur mehri va muhabbati bilan xotirjamlik ato qilmagan bo'lsa, islom tarixining tunji qadami qandaq hikoyalar bilan yozilar edi. Demakki bir ayolning o'z hamrohiga bo'lgan sadoqatining eng go'zal namoyandasini Xadicha onamiz bizlarga qoldirib ketdi. Chunki Xadicha onamiz uchun sadoqat faqat so'z emas, balki bir umrlik ig'ir fidokorlik va badal edi. Uning onalik yuragida echilgan tunji cho'nqur jarohat o'g'illari Qosim va Abdullohning tahi chechak ochmay turib tuproqqa birlishi bo'ldi. Bu judolik ular uchun ifodalash qiyin bir dard. Makka mushriklari uchun bo'lsa, nasli uzilgan Muhammad deb masxara qiladigan bir fursat edi. Ammo Xadicha onamizning sadoqat imtihoni tahi amni boshlangan edi. U o'z e'tiqodi va Rasulullohga bo'lgan ishonchi uchun dunyoviy barcha narsalarni, hatto o'z xotirjamligini fido qildi. Makka mushriklari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yolg'iz qoldirish uchun qizlarini nishon taxtasiga olgan edi. Siyosiy besimlar bilan Ruqiya va Ummu Gulsumning nikohlari buzildi. Bir ona uchun qizlarining ko'z yoshini ko'rish jismiga sanjilgan o'q bilan barobar bo'lsa kerak. Makkaning eng hurmatli xonishi bo'lgan kishilar uningdan tap tartadigan ashu sima endi ko'chada sarangning ayoli deb masxara qilinadigan holga tushdi. Bir tarafdan o'z farzandlarining dardi, yana bir tarafdan jamiyatning so'g'uq muomalasi bilan yolg'iz
so'z elishdi. Eng ig'iri shu ediki, u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'ziga tikilib qaraganda o'zining ichki og'riqlarini, ko'z yoshlarini ustuliq bilan yushirib, yuziga tabassum yugurtgancha uningga tasalli bo'ladi, yo'lida hamroh edi. Chunki u biladiki, agar o'zi yiqilsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kuch bo'ladigan va uningga tasalli bo'la oladigan ikkinchi bir odam uning yanida taxi yo'q edi. Uning bu sadoqati faqat so'zda emas, balki har bir amaliyatida o'z ifodasini topdi. Shundaq rivoyatlar ham bo'ladigan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam da'vat uchun sirtqa chiqqanda Xadicha onamiz uni doim eshikning oldida Makkaning qiziq optipi ostida saqlaydi ekan. Kishilar uningdan bu issiqda nemishqa uyingizga kirib o'ltirmaysiz deb so'raganda, u Muhammad sallallohu alayhi vasallam sirtda issiqda tursa, men uyda qanday rohat o'ltira olayman deb javob bergan ekan. Garchi bu sahih paketlar ostida aytilgan rivoyat bo'lmasa-mu, ammo u Xadicha onamizning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan hammamizga ma'lumliq cho'nqur muhabbatini va ularning ruhiy jihatdagi hamrohligini ifodalaydigan eng ta'sirli tasvirlardan. Bu tasvir bizga shuni ko'rsatadiki, er bilan ayolning dardi o'rtaq bo'la olganda, ularning oilasi faqat bir oddiy makon emas, balki bir butun ruhiy qal'aga aylanadi. Xadicha onamizning bu azoblar ichidami taptana va minnatsiz holda mustahkam turishi islom tarixidagi eng ulug' fidokorlikning tunji namoyandasi edi. U faqat oddiy bir ayol emas, balki haq yo'lidagi eng og'ir yukni o'zining nozik mo'risida ko'targan, bir ummatning qalbiga umid urug'ini chachgan qahramon hamroh edi. Eng og'ir sinoq Shabi Abi Talib jilg'isida boshlandi. 3 yillik ocharchilik qamalida ilgirki barliq boyligini musulmonlarning hayotini saqlab qolish uchun sarf qilib tugatgan Xadicha onamiz quruqnon va daraxt yopirmoqlari bilan kun kechirishga boshladi. Uning tini charchab, ko'zlari qayg'u hasratga to'lgan bo'lsa-mu, u yana jubda haloliga hech qanday taptana qilmadi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qalbi uchun eng oxirgi qal'a bo'lishni davomlashtirgan edi. Xadicha onamizning fidokorligi va badallarining mevasi Rahmonning salomiga loyiq bo'lish sharafini ato qilgan edi. Jibril alayhisalom orqali Alloh taolodan Xadicha onamizga salom kelgan edi. Bu butun islom tarixida Alloh subhanahu va taolodan salom qabul qilgan tunji va eng ulug' ayolning unvoni edi. Bu uning eng oxirgi qal'a bo'lishdek ig'ir yukni qaysi darajada samimiyat bilan ko'targanligining eng oliy mukofoti edi. Kunlardan biri Jibril alayhisalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib mundoq dedi: "Ey Allohning rasuli, ana Xadicha kelmoqda. Uning bilan birga ichida tamoq yoki ichimlik bor bo'lgan bir qachiba. U sizning yaningizga kelganda uningga Robbidan va mendan salom ayting. Shundaqla uningga jannatda marvoyitdan yasalgan bir qasr bilan xush xabar bering. Uningda hech qanday g'alla majro yo'q va u yerda charchash bo'lmaydi." Ushbu ilohiy mukofotning orqasida yotgan hikmat intayin cho'nqur. Ayol zoti fitrati bo'yicha elib aytgan vaqtida o'zini bexatar, xotirjam va tinch muhitda his qilishga intidadigan nozik bir ruhga ega. Jannatga ashu qasrda ansizlik va xotirjamsizlikning bo'lmasligining va'da qilinishi tasoddifiy emas. Xadicha onamiz Makka mushriklarining bisimlari, haqoratlari va da'vatning og'ir yuki ostida turibmi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun uyi orqali bir tinch, xotirjam qurg'on barpo qilgan edi. Albatta uning charchashlari, bisim ostida xotirjamlikka intilishlarini mehribon Alloh bilib turdi emasmi? Nihoyat Alloh subhanahu va taolo uningga jannatda abadiy bir xotirjamlik ato qildi. Haq davosi uchun o'zini qurbon qilgan bu ulug' onaga tinch bir hayotning va'da qilinishi Hazrati Osiya onamizning Fir'avnning zulmidan qutulish uchun Allohdan tilagan jannatdagi uyning aynan ijobatiga o'xshash. Qadrli hamshiram, sizmi bugungi kunda oilaning bisimi, turmushning mas'uliyati ostida charchab kelgan juftingizga bir og'iz muloyim so'z qilishingiz va uning qalbini tinchlantirib, xotirjamlik ato qilishingiz Xadicha onamizning sunnati bo'lgan sukutdagi jihodni ijro qilganingizga o'xshab qoladi. Dunyo sizni oddiy bir ayol deb ko'rishi, o'zingizning ichki dunyoringizdagi buron chapqinlarni, tushunilmasligingizdagi chorisizligingiz, yurak og'riqlaringiz yoki qimmatingizning atrofingizdagilar tarafidan ko'zga ilinmayotganligini his qilib, azoblanayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Ammo shuni unutmangki, hech bir bekorga emas. Jibril alayhisalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ana Xadicha tamoq ko'tarib kelyotdi deganda, osmon ahli ash oddiy ko'ringan xizmatning naqadar buyuk bir sadoqat ekanligini ko'rib turgan edi. Sizning bugungi badallaringiz bir millatning kelgusi avlodlariga silingan ul teshiga o'xshash. Siz bir erning orqasidagi puxta qo'rg'on bo'lganingizda,
u öz dünyasını özgertishga kuch topa oladi. Sizning balangizga bergan tarbiyalaringiz bilan u bola kelgusining musosiga aylana oladi. Sizning sukut ichida to'kkan ko'z yoshlaringiz jannatdagi ashu shavqun suransiz mangulik qasringizning bir-birlab tizilayotgan qishlaridir. Tarixni o'zgartgan har bir ulug' zotning orqasida sizga o'xshash qorong'ulikda nur chachgan, ko'zga ko'rinmaydigan, ammo osmon ahliga ma'lum bo'lgan bir yulduz ana bor edi. Mayli dunyo sizni tunumusun, siz o'z oilasining osmonida parlaydigan Allohning nazaridagi eng yorug' yulduz bo'lish uchun tirishishdan voz kechmang. Makkaning qumliqida yongan ashu iymon chirig'i asrlarni atlab nihoyat taklamakanning muborak tuproqlariga yetib kelgan edi. Xadija onamiz iymonning asosini silib, ummatning qiz ayollariga bir ulgu yaratgan bo'lsa, oradan asrlar o'tib taklamakanning bag'rida yana bir buyuk ayol maydonga keldi. U Sultan Ustuqbo'g'roxonning bo'lg'usi Umr Hamrohi. Uyg'ur ayollari ichida tunji bo'lib iymon nuri bilan sharaflangan Yulduz Pachchim xonim edi. Endi biz tarixning bu betlarini o'rib, Makkadan boshlangan bu nurning Qashqar zaminida qandoq parlaganligiga, Yulduz Pachchim xonimning o'z davridagi mislisiz sadoqati va ko'rishiga nazar tashlaylik. Yulduz Pachchim xonimning hayoti Xadija onamizning ashu o'lmas dostonidan bir izna elib, o'z davrining qorong'uligiga tunji mash'alni tutashtirgan edi. Uni aziz diyorimizning Xadijalaridan biri deb atsak, balkim ortiqcha bo'lmasa kerak. Umu Xadija onamizdek saroy hayotining boyligi, atrofdagilarning ehtiromi va rohat farog'atning ichidagi erki qiz edi. Ammo iymonning nuri qalbiga tushganda, u dunyoning o'tkinchi zinnatlaridan voz kechib, abadiy hayotning jihodini, ya'ni dunyoning jafolarini tanladi. Ustuqbo'g'roxon islomni yoshirin qabul qilgandan keyin xalqini zulmatdan qutqizish uchun xatarlik bir yo'lga atlanganda, Yulduz Pachchim xonim uning davosiga ishondi va eng sodiq, eng qaysar hamroh bo'ldi. Ustuqning va uning bir turkum hamrohlarining musulmon bo'lganligiga sezilib, o'lim girdoviga berib qolgan ashu dahshatli minutlarda Yulduz Pachchim xonim dal Xadija onamizdek qo'rg'onga aylandi. U saroyini ularga echib, dushmanning xavfidan ularni muhofazat qilib qo'g'dab qoldi. Bu saroy faqat bir panoh bo'lib qolmay, balki kelgusida qurilgan islom davlatining ulini selish plan qilingan bir istehkomga aylandi. Uning jasorati har qanday badalni to'lashga tayyor turgan mazmut bir irodani ifoda qilib o'tadi. Shu minutlarda u faqat bir ayol yoki sultonning hamrohili emas, balki bir millatning kelgusini muhofazat qilayotgan jasur ayol sifatida tarix sahnasida julalandi. Ular amalsiz otishning shimolidagi buloq tar jilg'isiga chekinganda, Yulduz Pachchim rohat, farohat, huzur, halovatlik ayvon saroylardan voz kechib, ashu tashliq jilg'alarda Sultan Sotiqbo'g'roxon va uning hamrohlariga izchil uzuq-tulik yetkazib turdi. Aslayli aziz qarindoshlarim, Jibril alayhissalom Xadija onamizga salom yo'llaganda, u mehribon onana qo'lida bir qacha tamoq ko'tarib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qashiga kelib o'tadi. Yulduz Pachchimning ashu jilg'ida ko'tarib yurgan bir china tamoqi balki Xadija onamizning amalining davomi bo'lsa kerak. Xadija onamiz sukut ichida ochliq va judolik bilan shahid bo'lgan bo'lsa, Yulduz Pachchim jasoratini maydonlarda namoyon qildi. Jang keskinlashdi. Dushman askarlari haddidan oshdi. Bu nozik saroy qizi qo'liga qilishni oldida jangga etilib kirdi. Uning qalbidagi Xadijaviy sadoqat qo'lidagi qahramonlikqa aylandi. U ko'ksiga tekkan bir yo o'qi bilan otdan yiqildi. Uning shahid bo'lishi Ustuqbo'g'roxonning g'azabiga g'azab, shundaqla jasoratiga jasorat qo'shdi. Yovg'i shiddat bilan etilib kirib, u vaqtdagi dushmanlarni tamoman tarmar qildi. Yulduz Pachchim shahid qilingan u o'rin bugun xalqimiz tarafidan Joyi Pachchim, Joy onam deb atalib kelayotgan u o'rin ekan. Ustuqbo'g'roxon g'alaba qilgandan keyin har yili shu yerga berib duo qilib o'tib ketadi ekan. Qadrli hemshiram, suyimli qayrindishim, ko'rdingizmi? Xadija onamizning sadoqat dastoni biz uchun mangulik ulgu va oliy mezon bo'lsa, Yulduz Pachchimning qissasi ashu nurning bizning tuproqqa tushgan eng go'zal davomidan bir parcha. Xadija onamizning uyini iymon qal'asi qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xotirjamlik ato qilgan bo'lsa, Yulduz Pachchim shu iymonning nuridan uzuqlanib, uni qo'g'dash yo'lida jinini pido qilib, millatimizning g'ururiga aylandi. Sizning bugungi hijratdagi chidamchanligingiz, muhtojlik ichidagi sabringiz, oilangizdagi tugumas mas'uliyatlaringiz, ham yo'ldoshingiz
Rasulingizga qilgan sodiq hamrohligingiz Xadija onamizning sunnatining bir davomi. Hammani faqat va faqat Alloh roziligi uchun qilishingiz va Alloh uchun bardoshlik berishingiz, bu haq yo'lida voz kechganlaringiz va pido qilganlaringiz bo'lsa, yulduz pachchimning ashu qaysar badallaridan dunyo sizni tushunmasimi? Ismingizning osmonlarda Alloh salom qilgan ayollarning qatorida yezilish uchun tirishaligingiz eng katta sharaf emasmi hemşirem? Uyingizning jannatdagi ashu xotirjam qasrlarning dunyodagi kulangisi bo'lishi hammaga yetadi emasmi? Shunga savringizni behuda deb o'ylamang. Qilganlaringizni bekor deb o'kinmang. Chunki siz bir millatning uli, bir erning eng oxirgi qal'asi va haq yo'lida tulagan badallaringiz bilan jannatning eng go'zal onalaridan bo'lasiz inshaalloh. Alloh qaman.